Assalomu alaykum. YouTube kanalimizni kuzatib borayotgan inkubator ishqibozlar, parrandachilik bilan shug'ullanayotgan tadbirkorlar. Bugun biz sizlarga o'zimizning Qo'qon shahrida ishlab chiqarib turilgan inkubatorlarimizni qisqacha videosi bilan tanishtirib o'tmoqchimiz. Bugun biz sizlarga oldingi videolarda ko'rsatilgan 528 talik inkubatorni 1056 talik holatdagisini ko'rsatib tanishtirmoqchimiz. Mana inkubatorimiz tashqi ko'rinishi odam bo'yiga yetmaydi. Yon tarafi 65 cm, balandligi 1,5 metr. Bunaqasiga 90 cm. Terma regulyatorimiz oldingi videodagidek XM18 original terma regulyator. Ichki holatlarini ko'rsatamiz buni. Ichida 12 ta latoga bor. Mana shu 88 ta tuxum oladigan latodan 12 ta, 1056 ta tovuq tuxumiga mo'ljallangan. Pastda suv idishimizda tint bor, odatdagidek ventilyatori bor, namlikni o'zi avtomatik tarzda kontrol qiladi. Endi havo aynalish tizimiga kelsak, havo tepadan 3 ta kuller yordamida pastga beriladi, pastdan chiqqan havo tepaga so'riladi. Bu inkubatorda tuxum qo'yilgan har bir tochkasida issiqlikni birdek bo'lishligini ta'minlaydi. Inkubatorimizni asosiy mukammalligi shunda. Bu inkubatorimiz o'sha o'tgan safar buni videosini ko'rsatganmiz. Yana bir bora shu videoning ichida buni ham ma'lumotini berib o'tamiz. Bu inkubatorimiz o'sha hozir ko'rsatilgan 1056 talik inkubatordan balandligi 30 cm ga past xolos. Bunaqasiga eni 93 cm, yonbosh tarafi 65 cm. Buni ichki ko'rinishi xuddi o'sha inkubatorda latoga yarim holat olingan, mana 6 ta, 528 talik. Buni havo aynalish tizimi sal boshqacharoq. Tepaga havo uradi, tent o'sha yerda joylashgan. Tentdagi issiqlikni hamma tarafga aylantirib yoyib beradi. Bu inkubatorimiz ham ishonarli, ochib chiqish foizi xudo xolasa yaxshi tuxum bo'lsa 90-95% ochishiga kafolat beramiz. Endi mana bu inkubatorimiz 264 talik varianti. O'sha eski videolarda buni ko'rsatganmiz. Xuddi o'sha inkubatordan. Bu svet o'chib qolishi mumkin bo'lgan joylar uchun afzalligi, qulayligi yaxshiroq, chunki bu akkumulyatordan ham foydalansa bo'ladi. Keyin buni yana bitta yaxshi tomoni, tuxumni birdaniga to'la qo'ymay, kunda topilgan tuxumni kunda qo'yib ketma-ket qo'yib to'lguncha qo'yib borsa bo'ladi. Chunki pastda vyvodnoy yashigi bor alohida. O'sha kuni kelgan tuxumni unda ochirib olinaveradi. Keyingi qo'yilganlari o'sha поворотный rejimida turaveradi. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizlar uchun qulay bo'lgan inkubatorlarni tayyorlashda harakatdamiz, yangiliklar chiqarishda harakatdamiz. YouTube kanalida ko'rishguncha sog' bo'linglar.